Ulug'bek aka, Veroselning tanlashdan qanaqa foydali taraflarni ko'rdingiz? Veroselning tanlashimdan maqsad chiroyli interyer, o'zgacha yondashuv, Dizaynni ham taklif berishdi. dizaynni taklif berib, lampalarga urib berishdi. Nimaga aynan qora rang tanladingiz aka? Chunki mebelimizga mos tushadigan rang. O'shaning uchun buni glyansviylari ham bor edi. O'shaning uchun именно mana shuni qadbol qilib berishdi bizga, sizlarning mutaxassisligi. Biz ham mamnun, ishlardan hammasi joyida, chiroyli. Lampalarni o'zingiz tanladingizmi yo sizga yordam berishdimi? Yordam berishdi. Menejerlar yordam berishdi. Ishimizdan mamnunmisiz aka? Albatta. Xudo xohlasa boshqalarga ham tavsiya bergan bo'larmidingiz? Albatta tavsiya beraman. Veroseldan foydalaninglar, o'zingizlarning interyeringlarni chiroyli qilinglar va yaxshi xizmat ko'rsatishadi bolalar. Xudo xohlasa, agarda sizlarga ham shu xizmatlar kerak bo'lsa, pastda raqam qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Sizlarda ham do'kon bormi? Bog'cha, maktab, ofis farqi umuman biz chiroyli qilib dizaynlab beramiz. Ma'qul bo'lsa, albatta hamkorlik tishlaymiz. Salomat bo'ling.